Bir doktor doktorluqning shartlarini hozirlamasdan o'zini doktor deb atayverishi bilan u kasbdan meva ololmaydi. Shuningdek bir musulmon la ilaha illallohning shart va talablarini hozirlamasdan og'zida la ilaha illalloh deb qo'yishi bilan iymonning huzurini va halovatini tetiy olmaydi. Payg'ambarimizning davriga qaraydigan bo'lsak, bir odamning la ilaha illalloh deyishdan ilgirki vaqti bilan la ilaha illalloh degandan keyingi holati o'tirisida osmon zamin farqlar va nurg'ulg'an o'zgarishlarning borligini ko'rib olamiz. Masalan, la ilaha illalloh deyishdan ilgari Makkaning ko'chalarida kichik bolalarning bo'yniga arg'am silib tortib mingishiga bo'ysungan qartallik Bilal la ilaha illalloh degandan keyin uningga qabih zulmlarni qilgan xo'jayinni o'ltirish uchun uning oldiga qilich ko'tarib bora oladigan bir jasoratlik Bilalga aylangan edi. La ilaha illalloh deyishdan ilgari qabih eng yomon ishlarni qiladigan kishilar uning yaxshilanishidan, musulmon bo'lishidan umid uzgan Umar ibn Xattob la ilaha illalloh degandan keyin islomning adolatini butun dunyoga tarqatgan adolatning simvoliga aylangan edi. Ammo biz-chu la ilaha illalloh dedik, ammo la ilaha illalloh demaganlar bilan hech bir farqimiz yo'q. Hatto ba'zi yerlarda ulardan tuvan. Chunki biz la ilaha illallohni to'liq shartlar bilan, talablar bilan demadik. Amaliyotda la ilaha illalloh degan bu ilohiy kalimani, ilohiy tavhidni haqiqiy ma'nodan talablar bilan, shartlar bilan degan vaqtimizda u bir kuch, u bir cheksiz energiya. U dunyoda bizga umid, xotirjamlik, tirishchanlik va jasorat ato qiladigan ilohiy quvvat. Oxiratda bo'lsa, jannatning eshigini ochadigan ochqich. Biz la ilaha illallohni haqiqiy ma'nosi bilan, shart bilan va talablar bilan degan vaqtimizda iymonimizning haqiqiy huzurini va halovatini tetiy olamiz. Shuning uchun biz la ilaha illallohning Qur'on va hadisga tayanib turib chiqarilgan 7 shartini ixcham holda so'zlab o'tamiz. La ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu tavhid kalimasining birinchi sharti bilish. Ya'ni la ilaha illalloh deganning ma'nosini va taqozo qilgan talablarini bilish. Biz la ilaha illallohning ma'nosini bilmasdan qarg'ulochi la ilaha illalloh deb qo'yish bilan la ilaha illalloh degan bo'lmaymiz. Qur'on Karimda Alloh taolo fa'lam annahu la ilaha illalloh. Bilgin la ilaha illalloh. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q degan bu tavhid kalimasini bilgin, uning ma'nosini bilgin, taqozo qilgan talablarini shartlarni bilgan degan bo'ladi. Ikkinchi sharti shaklanmaslik. Biz koinotdan iborat Allohning oyatlarini o'qigandan keyin Allohning bor ekanligiga ishondik. Bizning bu ishonchimizda, ya'ni iymonimizda shaklanmasligimiz, keskin jazmiyat bilan turishimiz la ilaha illalloh, ya'ni tavhid kalimasining ikkinchi sharti. Alloh taolo Qur'on Karimda haqiqiy mu'minlarning bir qancha sifatlarini bayon qilib, uning birinchi sifati innamal mu'minunallazina amanu thumma lam yartabu. Haqiqiy mu'minlar Allohga ishongan, ondan keyin u ishonchisida, u iymonida shak qilmagan kishilar deydi. Payg'ambar alayhissalom hadisda men Allohdan boshqa iloh yo'q, men Allohning elchisi deb guvohlik beraman. Qandoq bir odam mushu ikki shahodatni shak qilmagan holda guvohlik berib vafot topgan bo'lsa, jannatga kiradi deydi. Üçüncü sharti qabul qilish. Biz la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q degan ekanmiz. Alloh buyurgan buyruqlarning hammani qabul qilishimiz kerak. Mayli u buyruq bizning manfaatimizga udul kelsin, kelmasin, Alloh va uning elchisi buyurganlik uchun chuqur uni shartsiz qabul qilishimiz iymonimizning sharti. Va Alloh va uning elchisi bergan har qanday xabarni, mayli g'aybiy xabar bo'lsin, mayli uni bizning aqlimiz qabul qilsin, qabul qilmasin, Alloh va uning elchisi xabar berganligi uchun uni shartsiz qabul qilishimiz bizning haqiqiy la ilaha illalloh Allohdan boshqa iloh yo'q deganligimizni bildiradi. To'rtinchi sharti bo'ysunish. Ya'ni la ilaha illalloh dedi, Allohdan boshqa ilohning yo'q ekanligiga ishondi, ammo bo'ysunmadi. Ya'ni cho'ngchilik qilib la ilaha illallohning talablariga, taqozolarga bo'ysunmadi. Bundaq odamning iymoni, tavhidi qabul qilinmaydi. Chunki shaytonning Allohdan boshqa ilohning yo'q ekanligiga ishonadi, ammo bo'ysunmagan. Ya'ni Alloh buyurgan buyruqqa bo'ysunmay bosh tortgan. Shuning uchun u kofir bo'lib ketdi. 5-sharti rostchilik. Ya'ni la ilaha illalloh degan bu tavhid kalimasini rostchilik bilan aytish. Rostchilikning ikki xil ifodasi bo'ladi. Birinchisi shu tavhid kalimasini samimiyat bilan chin qalbidan aytish. Ikkinchisi shu tavhid kalimani amaliyotda isbotlash. Masalan, bir odam ayolini men sizni yaxshi ko'raman deb qo'yib, uningga yaxshi ko'rgandek illiq muomala qilmasa, uningga qo'pol, nachar muomala qilsa, u odamning men sizni yaxshi ko'raman degan gapi gumonliqmi emasmi? Albatta gumonliq. Chunki uning yaxshi ko'raman degan gapi bilan amaliyoti bir-biriga zid.
shuningga o'xshash siz Allohdan boshqa iloh yo'q deb qo'yib, xuddi Alloh yo'qdek yashasangiz, sizning bu guvohligingiz rostchil bo'lmagan bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom hadisda qandaq bir odam la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh degan bu tavhid kalimasini rostchillik bilan chin qalbidan desa, u odamga do'zax harom bo'ladi deydi. 6-sharti yaxshi ko'rish. Ya'ni birinchidan Allohni yaxshi ko'rish, ikkinchidan Alloh yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rish, uchinchidan Alloh uchun yaxshi ko'rish, to'rtinchidan Alloh buyurgan ishlarni yaxshi ko'rish va shuning qarshiligida Alloh yomon ko'rganni yomon ko'rish va Alloh uchun yomon ko'rish. Agar biz la ilaha illalloh deb qo'yib, Allohni yaxshi ko'rmasak, Alloh buyurgan ishlarni yaxshi ko'rmasak va Alloh uchun yaxshi ko'rmasak va shuning qarshiligida Alloh uchun yomon ko'rmasak, Alloh yomon ko'rgan ishlarni yomon ko'rmasak, biz haqiqiy ma'noda la ilaha illalloh degan bo'lmaymiz. Alloh taolo Qur'on Karimda haqiqiy mu'minlarning sifatini bayon qilib, "Vallazina amanu ashaddu hubban lillah." Mu'minlar Allohni haqiqatan qattiq yaxshi ko'radi deydi. 7-sharti ixlos. Biz la ilaha illalloh degan ekanmiz, barliq ibodat va yaxshilarimizni faqat Allohning roziligi, Allohni rozi qilish uchun qilishimiz kerak. Agar biz la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q deb qo'yib, yaxshi ish va ibodatlarimizni Allohning boshqasidan mukofot ko'zlab qilib qolsak, biz haqiqiy ma'noda la ilaha illalloh demagan, la ilaha illalloh bizning amaliyatimizda amillashmagan bo'ladi. Bundaq iymon na huzur, na halovat bermaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda fa'budillaha muxlisqan lahuddin, diningni shirkdan, riyodan sap xoli holda ibodat qilgin deydi. Alloh taolo hammamizni iymonimizning taqozosi bo'yicha amal qilg'ili nasib qilsinki, hargizmi og'zimizda la ilaha illalloh deydigan, amaliyatimiz uni yolg'onga chiqaradigan, amaliyatimizda la ilaha illalloh bo'yicha yashamaydigan munofiqsimon insonlardan bulab qilishimizdan saqlasin. ربي نسعى بلا توان وتحلو طريق الخطر نسير وننشو